Assalom, hammaga yaxshimisizlar? Munosabatlarda, hayotimizda nima gap? Hozirgi hayotimiz qanaqa ahvolda? Dalish qanaqa bo'ladi degan mavzuda ochirim qiling degan ekan. Xo'p, o'sha mavzu bo'yicha ochirim qilib chiqamiz. Hozir har doimgidek ikkita variant qilamiz. Birinchi variant hamda ikkinchi variant. Kartalarga energiyalaringizni yuborgan holda kartalardan bittasini tanlaysizlar. Xo'p, tanlagan bo'lsangizlar, men o'sha ikkala kartadan bittasidan boshlayman. Birinchi variantda hozir mehnatda ekanligingiz, hayotingizda nimalarni o'ylayotganingiz, nimalarnidir reja qilayotganligingiz ko'rinyapti bu yerda. O'ylovlardasiz, qanday diqqat qilib qo'ygan masalalar bor sizda. Bu pul tomonlama ba'zi bir insonlar uchun, ba'zi bir insonlar uchun esa qandaydir taqdiri tomonidan kelajagini o'ylayapti, menimcha. Qanaydir kelajaklarini ham o'ylayotgan insonlar tushyapti bu yerda. Xo'p, Dalsha. Siz siqib qo'yishga nima sabab bo'lyapti? Qanaydir menimcha o'qituvlar bor. O'qituv bo'lgan yoki shu bo'yicha sizni nimangiz, munosabatlarda buzg'unchilik nimalar bo'lgan, vayrongarchiliklarga uchragan munosabatlarda bo'lgan insonlar munosabatlari to'xtagan yoki oilali insonlar oilasi buzilganligi ko'rinyapti bu yerda. Yo oldin bo'lgan o'qituv yoki hozirda bor. Bu sizning kelajakka bo'lgan ishonchingizni pasaytirib qo'ygan. Hozir kartalar davomiylikda ko'ramiz, qani oldin bo'lganmi, hozir bo'lganmi. Qandaydir pul bo'yicha muammoga uchrab qolgan vaqtlaringiz bo'lgan. Hozirda mehnat qilyapsiz, yaxshigina mehnat qilyapsiz va bu mehnatingizni nimasini ko'rasizmi, olasizmi? Hop, hozir ko'ramiz. Bu mehnat bilasizmi, qanday atrofingizda yolg'onchi insonlar ko'p sizlarni. Sizlarga как будто o'zini do'stdek qilib ko'rsatadigan insonlar ko'p. Lekin bilasizmi, qanaydir bir nimaga ishga qo'l urmang, o'zidan hal bo'lib ketaverishi ko'rinyapti bu nimangizda. Shunaqa bir insonsiz deb aytib o'tyapti. Qanaydir bir munosabatlardan ketishni xohlayapsiz, nimalarni tugatishni xohlayapsiz. Qanaydir bir hammasidan siqilib, zerikib qolgansiz juda ham. Chunki mana kuboklar og'nab yotibdi, qandaydir hamma narsa to'kin sochim bo'lsa ham buni qiziqtirmayapti-da. Sizni qandaydir bir hayotingizda nimadir izida emasda, sizni qattiq diqqat qilib qo'yapti. Nimadir boshlayapsiz, vayrongarchilikka uchrayapti. Albatta, qilgan mehnatingizga pul kelishi bor, ko'rinyapti. Pul keladi. Xo'p, o'ylovlardasiz, juda ham o'ylovlardasiz. Aqlingizdagi inson qanaqa ahvolda? Aqlingizdagi inson hammasini taqdir hukmiga tashlab qo'yibdi. Harakat qilish niyati yo'q. Nimalarnidir reja qilyapti u inson ham. Qanaydir bir nimalarnidir reja qilyapti. Rejalarda borsiz bu insonnisiz. Xo'p. Sizni yaxshi ko'rishi bor, sizni sevishi bor. Sizni yaxshi ko'radi, sizni sevadi. To'siqlarni yengib o'tish kerak deyapti. Qandaydir ancha-munchasini hallab qo'ygan, yana qandaydir bir to'siqlar bor oldida bu insonni. Ikkilamchiliklarda turibdi bu inson ham, hammasini taqdir hukmiga tashlab ikkilamchiliklarda turibdi. Qarashni xohlamayapti u, lekin bilasizmi, taqdir hukmi bilan sizlar baribir birga bo'lasizlar. Taqdirlaringiz bir sizlarni. Oxirida yaxshi karta chiqdi. Birinchi variant tanlagan insonlarga yaxshi kartalar chiqdi. Menimcha 3-4 kundan beri bir xil insonlar kuzatyapti meni, chunki bir xil rasklad chiqyapti. O'sha obunachilar kuzatyapti. Chunki kartalarga energiyasi faqat bir xil tushyapti-da. Ikkinchi variant tanlaganlarda pulni o'ylayapti. Ikkinchi variant tanlagan insonlarimiz qandaydir pul kelishi bormi yoki pul topish kerakmi, shunaqa vaziyatda turibdi. Bu insonga ham o'qituvlar qilingan, qandalish qilinganmi yo'qmi, hozir kartalar davomiylikda ko'ramiz. Oldin qilinganmi, hozir qilinganmi. Hop. O'qituvlari bor bu insonni. Kimnidir o'ylayapti, kimdir yaxshi ko'rish tushyapti bu insonni.
kimnidir yaxshi ko'rishi, sevishi tushyapti, sog'inyapti kimnidir bu inson, birga o'tgan kunlarini sog'inyapti, o'ylayapti, siqilib qolyapti o'sha birga o'tgan kunlarni eslab bu inson. Xo'p. O'ylab qolyapti, o'ylovlarda qolyapti bu inson rosa. Xo'p, dalishi nima bo'ladi? Qanaydir qat'iyatli ayol kishi turibdi bu insonni oldida. Bu insonni ham oldida ayol kishi bor. Faqat taqdirga tashlab qo'yapti bu inson ham. Ilinj kutyapti, qanaydir bir yechim izlayapti, yechim kutyapti bu inson. Xo'p, yana nima bo'lar ekan? Rostdan sizlarga issiq qilinganmi, issiq-sovuq? Xo'p, bu inson qat'iy qarorlarda turibdi-yu, lekin hozircha issiq-sovuq qilinganmi ko'ramiz. Qilingan. Bu nima? Shayton kartasi tushdi, jin kartasi tushdi. Albatta issiq-sovuq qilingan bu insonga. Qaytarib olishlar, ajratishlar uchun qilingan bu insonga issiq-sovuq. O'sha uchun bu insonni boshi qotib o'ylovlarda turibdi hozirgi kunda. Xo'p, dalish ko'ramiz yana. Oilali bo'lmasin deb qilingan, yo bo'lmasa oilasiga qilingan bu insonni. Farzandi bor, agar oilali bo'layotgan bo'lsa farzandi borlar ko'ryapti yoki farzandi bo'lmasin deb qilinganmi, ish qilib shuni yo oilali bo'lmasin deb qilingan yoki oilasiga qilingan. O'zlarining yaqin kishilari qilgan bu inson, 200lamachi kishilar qilgan. Bu inson hammasini tashlab tark etib ketyapti. Bu sehr ta'sir qilyapti bu insonga, ochirimlar qilish kerak. Xo'p, o'ylovlarda, ikkilanishlarda qolib ketgan inson bu inson. Xo'p, yana nima gap? Baxtli oila bo'lishni, yana nimani istaydi, lekin taqdir taqozosi bilan inshaalloh albatta yaxshi bo'lib ketasizlar degan karta chiqdi oxirida. Faqat menimcha tozalov qilish kerak, o'zini o'qitish kerak, ruqiyalar qildirish kerak bu inson.